Shundoq, xullas, sxema bo'yicha soddaroq shaklida hozir tushuntirib o'tdim. Ya'ni ayollarni X tuxum hujayrasiga, erkaklarni X shaklidagi spermatozoid kelib biriksa, ikkita XX paydo bo'ldi. Bu qiz bola jinsiga mansub homila chaqaloq farzand rivojlanadi. Agar ayollarni X xromosomasiga erkaklarni, ya'ni o'g'il bolalarni Y shaklidagi xromosomasi kirib biriksa, XY rivojlanyapti. Bu XY degani o'g'il bola jinsiga mansub farzand, chaqaloq, homila rivojlanyapti. Bularning nisbati o'rtacha 50-50%. Ba'zi davlatlarda 2%, 1%, 3% gacha o'g'il bolalarning tug'ilishi ko'proq, qiz bolalarning kamroq. Ba'zi davlatlarda aksincha 2%, 1%, 3% gacha o'g'il bolalarning tug'ilishi kamroq, qiz bolalarning tug'ilishi ko'proq. Keyingi ma'lumotlarimiz egizaklar mavzusida. Qachon egizaklarni tug'ilishi bir-biriga o'xshash, ya'ni 95% gacha o'xshash farzand tug'iladi. Qachon egizaklarni bir-biriga 50-60% o'xshash, ya'ni aka-ukalarga, opa-singillarga o'xshab tug'ilishi kuzatiladi. Buni tibbiyot terminlarida, tibbiyot atamalari bo'yicha tushuntirsak, monozigotali yoki dizigotali deyiladi. Monozigotali degani ayollarda bitta tuxum hujayra erkaklardagi bitta urug' hujayra bilan qo'shilib, ya'ni bitta tuxum hujayra, bitta urug' hujayra qo'shilib zigota deyiladi, hosil bo'lib, urug'lanib, ana o'sha jarayon rivojlanib borish bosqichida bitta tuxum hujayra, urug'langan tuxum hujayra ikkitaga bo'linadi. Ikkitasi 4taga bo'linadi, 4tasi 8taga bo'linadi, 8tasi 16taga bo'linadi, 16ta 32ta 64ta bo'lib teng 2ga ko'payib davom etadi. Mana shu jarayonda bitta tuxum hujayradan bitta urug' hujayra birikib 8ta 16ta bo'linish davriga kelganda yana mana shu urug'langan tuxum hujayra qo'shimcha teng 2ga bo'linsa, ikkita urug'langan tuxum hujayra mustaqil bo'lib qoladi. Bu paytda bitta urug'langan tuxum hujayra teng 2ga bo'linib, ikkalasi ham bir xil xususiyatlik, bir xil rivojlanishga qodir tuxum hujayralar bo'lib, ya'ni urug'langan tuxum hujayralar bo'lib, bu egizaklarni jinsi bitta urug' hujayra, ya'ni erkak o'g'il bolalar spermatozoidi birikkanligi uchun bir xil jinsli bo'ladi. Yoki ikkita qiz bola yoki ikkita o'g'il bola. Mana shu shaklda rivojlanadi. Bu monozigotali homiladorlik deyiladi. Buni yana davom etishi juda murakkab bo'lgani uchun hozircha shu yerda to'xtatamiz. Yana takrorlayman. Bitta ayollarda tuxum hujayrasi erkaklarni bitta urug' hujayrasi bilan birikib,
urug'langan tuxum hujayra hosil bo'lib, ya'ni chaqaloqni birinchi kuni deylik, o'sha hujayra teng 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi, 16 ga bo'linib, 32 ga. Shu 16 ko'payish 16 ga bo'lingan davrida yana teng 2 ga bo'linadi. Ya'ni ikkita teng hujayralar, urug'langan hujayralar hosil bo'lib, bularni ikkalasida bir-biriga o'xshashlik bo'lib, chaqaloqlar Hasan Husan masalan yoki Fatma Zuhra bo'lib tug'ilsa, bir jinsli bo'ladi. Bular bir-biriga 90-95% o'xshash bo'ladi. Endi dizigotalikni tushuntirib boraman hozir.